When marimba rhythms start to play. Ketsin ketaver, qo'yanchiq katta ko'cha. Obbo, oilani uncha deb o'ylashadi bu yoshlar. Ayang yana ketib qoldi, qizim. Uf, bir ayol kishini qo'yniga olishni bilmish dada. Nima qildingsan? Qarab turing. When marimba rhythms start to play, you dance with me. Mana bu gul sizga xotin aka. Avval urib endi gul berasizmi? Shu gunohga qo'lim bilan tegdim ko'zingga. Mana ini xotin mushtigina bu bunday gaplar qayda o'rganib olg'aydi ekan? Dada cho'milishga borsak maylimi? Darrov kelamiz. Bitlang temiratga bosib ketmasin. Bo'pti, borag'anglar. Cho'miz gazarimga darmi hozir. Undan ko'ra ayangga qarasinglar. Ro'zi charchab ketdi. Orada shit xotinga paxta qo'yib turish kerak. Necha chaqmoqchi, ana shunga aqlim yetmabdi. Bog'chada o'qigansan-da, o'qimishli odam baribir boshqacha bo'ladi-da. Qo'llaring singur. O'ldi, anaqanda qaynona kelyapti. Endi uni qo'lidan meni vandamam qutqarolmaydi. Qoch! Qizimni nimaga urasan? O, bratim. Ey yo'g'i, onajonim, jannatim. Voy o'lmasam, kesakdan cho'q chiqdimi? Xotini mahkam ushlash uchun birinchini onasini ushlash kerak. Qizimni nimaga urdingiz? Kecha bozordan tilla tiros oldim. Shu sizga yarasha kerak. Ha, endi xalqimizda erim urmaydi dema, bolam siymaydi dema degan gap bor. Qizimni o'zi tili yomon-da. Hozir uyga borib, qizimni ushib jo'natib yuboraman. Zing'allay. Allohu akbar. Chaqmoqdan ayang qaytib kelyapti. Ana, ko'rdingizmi? Yoshlar, sizlarga o'rgatirib o'zimda qolmadi.